O'zbekiston intellektual mulk tizimi uchun hal qiluvchi bir pallada to'plandik desak bo'ladi. Nimaga? Aynan bugun va erta muhokama qilinadigan loyiha bu milliy va xorijiy ekspertlarimiz bilan hamkorlikda keyingi bosqich strategiyani, ya'ni intellektual mulkni rivojlantirish strategiyasini qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan tadbirdir. Ushbu tadbir muhtaram Prezidentimizning 358-son qarorlari ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Jumladan ushbu qarorda 2027-2030 yillarga mo'ljallangan milliy intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va uni qabul qilish uchun kiritish vazifasi belgilangan. Va albatta bu strategiyaga yondashishdan oldin 2022-2026 yillardagi strategiya muhofaza tizimini qurdi. 2027-2030 yillarga mo'ljallangan milliy intellektual mulk strategiyamiz intellektual mulk obyektlaridan va ularga bo'lgan huquqlardan foydalanish tizimini, ya'ni ularning fuqarolik huquqiy muomalasini aylanma tizimini qurishi lozim. Global innovatsiya indeksida esa mamlakatimiz 2015-yildagi 122-o'rindan 2025-yilda o'zining eng yaxshi ko'rsatkichi 79-o'ringa ko'tarildi. Va ketma-ket 4-yil innovatsiya bo'yicha rejadan oshirib bajaruvchi mamlakat sifatida e'tirof etildi. Bizga yo'qdan model o'ylab topish shart emas. Bizga sinalgan tajribadan, o'z boshlang'ich sharoitlarimizdan ishlaydigan mexanizmlarni halol tanlab olish va ulardan o'z huquqiy tizimimizga, muhtaram Prezidentimizning qarorlari doirasidagi vakolatimizga va maqsadlarimizga mos konstruksiya shakllantirishimiz kerak. Va o'ylaymizki, mana shu yangi strategiya bizni mamlakatimizni, iqtisodiyotimizni rivojlanishiga va yanada ham mamlakatimiz yuksalishiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.